Yakuniga yetgan 2025-yilimiz nafaqat farg'onaliklar, Farg'onaning barcha manzilida ulkan muvaffaqiyatlarga boy yil bo'ldi deyishimiz mumkin. Ayniqsa ko'hna va navqiron Qo'qon shahri uchun ham yakuniga yetgan yilning ahamiyati nihoyatda beqiyos. Bilasiz, Farg'ona telekanalini ziyraklik bilan kuzatib borayotgan siz teletomoshabinlarimiz, biz yil davomida qo'qonlik yurtdoshlarimizning faoliyati, hayoti, ijodkorlar bilan suhbatlarni e'tiboringizga taqdim etdik. Qolaversa, eng katta voqealardan biri sifatida 3-xalqaro Qo'qon hunarmandchilik festivali o'tkazildi. Festivaldan to'liq reportajlarni ham siz aynan Farg'ona telekanalida tomosha qildingiz. Albatta, ko'hna shahar ahlining 2026-yil uchun mo'ljallangan rejalari ham bisyor. Bugun xayrli kun dasturida aynan shularni tahlil etishga harakat qilmoqchimiz va dasturimizga ana shu go'zal manzildan ham aziz insonlarni, mehmonlarimizni ko'rsatuvimizga taklif etganmiz. Qo'qon ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchisi san'atkor Muhammaddoro Shirmonov hamda Qo'qon shahridagi Amiriy kutubxonasi direktori Rustamjon Husanovlar bayramona dasturimizning navbatdagi aziz mehmonlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar xayrli kun dasturiga. Yangi yil muborak bo'lsin. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, juda ham yaxshi. Rustam aka, qo'qonliklar yangi yil bayramini qanday kutib olishdi? Assalomu alaykum. Avvalambor xayrli kun dasturiga taklif qilganlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat. Albatta yangi yil bayramini biz qo'qonliklar juda ham bir katta a'lo kayfiyatda kutib oldik. O'tgan 2025-yil qo'qonliklar uchun juda katta bir muvaffaqiyatli, omadli yillardan biri bo'ldi. Albatta mana shu xalqaro hunarmandchilik festivali Qo'qon shahriga katta bir obodonlashish ishlarini olib kelyapti. Hunarmandlarimizni ijtimoiy ahvoli, moddiy ahvoli yana ham yaxshilanyapti. Ular o'zlari yasagan narsani bemalol shu festivalda olib chiqib, albatta o'zlariga munosib xaridorlar topib ishlarini yana ham yurgizishyapti. Va xursand bo'ladiganimiz, butun dunyodan hunarmandlar yig'ilishyapti va sayyohlar mana shahrimizni turizmiga bu katta yordam beryapti. Aynan o'sha O'rda maydoni oldida bo'lishi bu yana ham bir o'ziga xos festival bo'lyapti. Shu festival bo'ladigan joyda ro'parasida bizning Amiriy kutubxonamiz ham joylashgan. Biz juda ham xursand bo'lamiz. Kutubxonamizda ham katta o'zgarishlar, katta yangiliklar bo'lyapti shu festival bahonasida albatta. Qolaversa 2023-yilda mana Yangi O'zbekiston massifi 6000 xonadon qurilyapti. Mana o'ylaymanki bu yil 26-yilda mana shu 6000 xonadon yangi uyli bo'ladi. Bu ham biz qo'qonliklar uchun katta yutuqlardan biri bo'ldi. Yangi yil bayrami bilan chin dildan qo'qonliklar nomidan, kutubxonachilar nomidan barcha teletomoshabinlarni tabriklaymiz. Viloyatimizga mana 2026-yilda ham katta yutuqlar, katta hammani xonadonida o'zini qalbida, ko'nglida teletomoshabinlarimiz o'ylagan niyatlar bor. Hammasi amalga oshishini tilab qolamiz 2026-yilda. Muvaffaqiyatli yil bo'lsin barchaga. Rahmat. Muhammaddoro aka, mana aytib o'tganimizdek, hamma bayramlar shunday bo'ladiki, biror bir bayramni o'zi san'atkorlarsiz tasavvur qila olmaysiz. Sizni hayotingizda, faoliyatingizda qanday iz qoldirdi o'tgan yilimiz? O'tgan yilimizda ham mana xabaringiz bor, Qo'qonda hunarmandlar festivali juda chiroyli bo'ldi. Unda bir o'zimizni shu Qo'qonim degan bir qo'shig'imizni ijro qildik. Rahmatli Sidiq Yo'ldosh qalamiga mansub o'zlari hunarmand bo'lishgan kishi. Shu birinchi festivalda yozishgan bu she'rni. Muhtaram yurtboshimizga o'zlari o'qib berishgan ekan. Bizga shuni tuhfa qilishgan she'rni biz chiroyli bir kuy bastalab milliy ohanglarimizda shu qo'shiq mana shu festivalda ijro etib kelinyapti. O'tgan festivalimizda ham, bu yilgi festivalimizda ham ijro qildik. O'zi repertuarlaringiz boy edimi? Bu yil yangi qo'shiqlar yaratilib va qolaversa mana ustozsiz. Ixtisoslashgan maktab uchun qanday bo'ldi 2025-yil? Maktabda ham 24-25 o'quv yilida ko'plab bitiruvchi o'quvchilarimiz bitirdi. Oliy ta'limlarga deyarli hammalari kirib, talaba bo'lib o'qishyapti. Mana yangi talabalarni qabul qildik yana. Yaxshi yangiliklar bo'lyapti. Tanlovlarda g'oliblar yaxshi o'rinlarga sazovor bo'lib kelishyapti o'quvchilarimiz. O'qituvchilarga imkoniyatlar.
yaxshi yangiliklar bo'lyapti. Ishxonamizda o'sha o'quv binolarida yangiliklar. Muhammad aka, mana biz xayrli kun dasturini bayram onasini taqdim etyapmiz. Albatta san'atkorlarga alohida ko'p o'rin beryapmiz, hamma sohalar qatori. Shunday bir bugun dasturga albatta quruq kelmagansiz, bilamiz. Shu muxlislarga bir musiqiy tuhfa taqdim etsak-da, shunday bir go'zal ijro qilib bersangizki, ustozlar ijodidan shu hayolan mana shu yerdan turib bir Qo'qonga sayohat qilsak. Shu Qo'qonlik shu muqimiy qalamiga mansub, muqimiy bobomiz qalamiga mansub yakka bu Farg'onada mashhur ustoz Hofiz Ma'murjon Uzoqov ijro qilganlar bu qo'shiqni. Biz ham baholi qudrat ijro qilib beramiz. Xalqimizning eng sevimli bir taronalaridan. Tinglaymiz bo'lmasa. Aşık yermezmen yüzüne Yakke bu Fergana'da Aşık yermezmen yüzüne Yakke bu Fergana'da Zahidi ister beytini Berhemen butxanada Kimge da'd eyley bu bid'o Dinlemeni sen gidil Aşina bul diyem desem gün Min seni beganada Aşina buldum desem gün Min seni beganada Şamir ruhsarın yanar Mahfilde gül gül geçeler Var mıdır kastin bana köy Dır gelip parvanada Manide bir müsahip har Damda başım gelip Masum olmayla eyleyin Meskenim meyhanada Masum olmayla eyleyin Meskenim meyhanada Manzilimni sormayım mağrur mülkiden açtıgan Daştı sahrayı cününü Bulmagay divanada
Çok zikrilgay mukimi Ham nava vayrav Neden Katta rahmat aytamiz Muhammad aka muxlislarimizga va bizga yaxshi kayfiyat bag'ishlaganingiz uchun. Azizlar, uzoqlashmaysiz, oldinda yana go'zal ijrolarimiz bor. Rustam aka, mana tarix haqida gapiryapmiz. Tarixga borib keldik qisman mana musiqa bilan. Endi avvalo mana Qo'qonni muzey qo'riqxonasi sifatida bilamiz. Bu yog'i mana prezidentimiz Tepaqo'rg'on yodgorligi haqida alohida bir bu yerda chora-tadbirlarni belgilab. Lekin birinchi navbatda biz Qo'qonni qayerdan o'rganamiz? Kitobdan o'rganamiz. Chunki kitoblar shu Qo'qonni tarixini bizgacha olib kelayotgan xazina. Bugun shu yosh kitobxonlarda Qo'qon tarixiga, Farg'ona tarixiga mehri qanday? Kutubxonada buning uchun menimcha yangi asarlar keltirilyapti, boyib boryapti xazinasi. Albatta, kutubxonamizda kitob fondimiz hozirgi kunda mana 137 mingtani tashkil etyapti. Tarixiy kitoblar ham mavjud. Mana shu Qo'qon xonligini bosh qozisida saqlangan Ubaydullaxon davrida 1536-yilda yozilgan kitoblar bor. Ko'p qo'lyozma adabiyotlarimiz bor. O'quvchilar borsa buni o'z ko'zi bilan ko'rish mumkin. O'sha qo'lyozmalar ko'rgazmasida bemalol ko'rishlari mumkin bo'ladi. Qolaversa zamonaviy adabiyotlar bilan ham kutubxonamiz to'ldirib borilyapti. O'tgan 2025-yil albatta biz Amiri kutubxonasiga ham, umuman kutubxona sohasiga ham katta unutilmas va yil bo'ldi. Chunki buni eng katta sabablardan biri sohada og'ir bo'lib turgan jarayonga hurmatli prezidentimiz e'tibor qaratib, kutubxonachilarning maoshlarini oshirishdi. Bu 25-yilda 1-yanvaridan 20% ga, 1-iyundan 15% ga oshdi va yana umumiy byudjet xodimlari oyligi avgust oyida oshgani bilan kutubxonachilarning oyligi ham albatta hozirgi zamonga mos bo'ldi. Bu kutubxonachilarimizni kayfiyatiga ham katta o'zini amaliy ta'sirini ko'rsatdi va yana ham ishchanlik salohiyatimiz oshib 2020-yilda mana Amiri kutubxonasi qoshida tadbirkorlarimizni 1 milliard so'm investitsiyasi hisobiga zamonaviy book cafe tashkil etildi. Bu ham albatta kitobxonlarning ko'payishiga o'zini yordamini beryapti. Qolaversa, tadbirkorimizni 100 million investitsiya kiritgan hisobiga Amiri kutubxonasi qoshida IT markaz ham tashkil etildi. Bu ham albatta hozirgi zamon yoshlariga juda ham kerakli bo'ladigan yo'nalishlardan biri kutubxonada o'zini xizmatini ko'rsatyapti. Va mana parlamentga murojaatlarda 2020-yilda oxirlarida mana hurmatli prezidentimiz kutubxona sohasiga e'tibor qaratib, maktab kutubxonalariga respublika bo'yicha 10 millionta zamonaviy yangi adabiyotlar 2026-yilda xarid qilib berilishi bo'yicha ta'kidladilar. Bu yana ham kitobxonlikning rivojlanishiga, aynan siz aytgan yosh kitobxonlarimizni saflari ko'payishiga o'zini yordamini beradi deb o'ylayman. Menimcha endi kitobxonlar safi yana 2 baravarga ortadi 2026-yilda. Chunki yangi asarlar baribir o'quvchilarimiz nafaqat tarixga qiziqadi, kitob o'qigan inson zamonaviy adabiyotlarni ham birga o'qib ketishga harakat qiladi. Albatta mana maktab kutubxonalariga metodik yordam ko'rsatgani borganimizda ko'p o'ylanardim, chunki 1,5 mingta, 2 mingta adabiyot bor xolasda. Mana 2026-yilda hurmatli prezidentimiz aytgan 10 millionta kitob bu maktab kutubxonalariga kirib borsa, maktab kutubxonalarining fondlari ko'payib, aytganingizdek, o'quvchilarimiz ham kitobga qiziqishlari yana ham oshadi. Albatta, kitob o'qishmoqchi bo'lsa-yu, o'sha kitob maktab kutubxonasida bo'lmasa, bu ham albatta ta'sirini ko'rsatadi kitobxonlikka. Albatta. Bu katta yordam beradi bizga. Natijalar ko'p bo'ladi. Mutolaa yili ham bo'ladi desak bo'ladi menimcha 2026-yilda. Endi Muhammad aka, fikrimcha kutubxonani tadbirlarda ham qatnashib turasiz. O'zi san'atkorlar uchun hozir mana shu yangi yilgacha va yangi yildan keyingi davr qanday kechadi-da? Mana menimcha tadbirlar juda ko'p. Ishtirok etasiz. Bu har qanday davrada ham muxlislarning kayfiyati san'atkorga ta'sir qiladi. To'g'rimi? Biz uchun shu bayram xursandchilik bilan o'tadi. Mana Amiri kutubxonasida ham shu Rustamjon chaqirib turishadi. Shu katta tadbirlar o'tkazilindi. Ularda ham faol ishtirok etdik. Shu ustozimiz Qo'qonlik Muxtorjon Murtazoyevga bag'ishlangan xotiralarga bag'ishlangan bir tadbir uyushtirishdilar. O'shanda poytaxtdan ham ustozlarimiz tashrif buyurishdi.
birgalikda Chustiy domlaga bag'ishlangan tadbirda ham ishtirok etdik. Juda ko'p tadbirlarda taklif qilishadi. Undan tashqari o'zimizda mana Navoiy hazratlariga bag'ishlangan har oyda Qo'qonda Navoiyxonlik tadbiri o'tkazilinadi. Ibrohimjon ustozimiz Navoiyshunos olim. Unda har oyda shu Navoiy hazratlarini baytlaridan, g'azallaridan ijro qilamiz, borib taklif qilishadi, boramiz. Endi mana o'zingiz ham katta asarlarga ko'p murojaat qilasiz, ijroyingizda ko'p, endi zamonaviy qo'shiqlar ham bor. Lekin menimcha qo'shiqlar bilan ham shu Qo'qon tarixini, umuman tariximizni qo'shiqlar orqali xalqqa yetkazish, saqlab qolish ham muhim bo'lsa kerak. Qo'shiq ham shu vositachi bo'lib xizmat qiladi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Shu yosh ijrochilarga ham shu yo'nalish maslahat berasizmi? Albatta, maqom endi bizning milliy san'atimizni Iltoji. albatta o'rganish kerak birinchi o'rinda. Buni o'rgangan, bu sozlarni chalgan, misol ijrochi san'atkor kelajakda bu zamonaviy mana bu estrada yo'nalishida qo'shiqlarni ijro qilishga ham qiynalmaydi. Biz mana talabalarimiz, o'quvchilarimiz shu ixtisoslashtirilgan maktabimizda an'anaviy xonandalikda juda o'sha tadbirlarda ham, davlat tadbirlariga ham o'sha shaharimizda, Qo'qonda o'tkazilayotgan har bir tadbirlarda faol ishtirok etadi o'quvchilarimiz. Mana Amerika kutubxonasiga ham ansambllar tashkillab, maqom ansambllar tashkillab olib borganmiz. O'quvchilar faol, yoshlar faol o'rganyapti milliy san'atimizni ham. Yana ham chorlab qolamiz. Ko'proq kelishsa o'sha maqom xonandaligi yo'nalishi bo'yicha, maqom sozandaligi yo'nalishi bo'yicha, cholg'uvchilik yo'nalishi bo'yicha davom ettirishsa biz xursand bo'lamiz. Biz ham shu bir davomchimiz, ustozlarimizni bir davomchisimiz. O'sha Murodjon Ahmedovlar, Ma'murjon Uzoqovlar, Rasul Qori Mamadaliyevlar, Tavakkal Qodirovlar mana bu yilda mana Farg'onada ham xudo xolasa bir yangilik Tavakkal Qodirovni o'sha tavalludlarini UNESCO miqyosida katta bir nishonlanishi kutilyapti ustozni. Demak, musiqada ham anchagina rejalar bor, san'atimizda ham. Endi mana boya jonli ijroda tingladik Muhammad aka. Albatta endi bayramga ham alohida tayyorlangan qo'shiqlarni ham olib kelgansiz. Agar imkoningiz bo'lsa, hozir muxlislarimizga yana bir go'zal qo'shiq tuhfasini shu taqdim bayramga shu vatanparvarlik ruhida bir o'zimiz milliy ohanglarda qo'shiq bastalaganmiz. Baholi Qudrat shuni tanlovda ham shu vatanparvarlik ruhida o'zingiz taklif qilgansiz, kelganmiz. O'sha bir yil avval jonli ijroda ijro qilgandik uni. Keyin shu zamonaviy aranjirovka qilib sayqallab mana birinchi marta Qo'qonda Mustaqillik bayramida ijro qildik. Endi bir ruxsat bersalar, mana shu bayramga bag'ishlangan bir xayrli tuhfa deb bir xalqimizga shuni xalqimiz baho beradi endi o'zlari. Bo'lmasa Rustamjon aka go'zal qo'shiqqa navbat bersak, keyin yana muloqotimiz davom etadi. Marhamat azizlar. O'zbekiston nurli bo'ston, O'zbekiston nurli bo'ston, noming seni tilda doston, jahon ichra yagonasan, xalqing ulug' mardonasan. Yer shardan tekkan mo'jaz ulushim, senda yashar baxtli xalqim ulusim.
senda ekan mavlud o'sib unishim, ona yurtim O'zbekiston o'lkamsan, ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Yurtim O'zbekiston o'lkamsan, ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan, ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan, ulug' yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Yurtim seni duo qilib qolgayman, ikromaylab noming tilga olgayman, hofiz bo'lib madhing kuyga solgayman. Aziz yurtim O'zbekiston o'lkamsan, ulug' 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 yurtim O'zbekiston o'lkamsan. Go'zal qo'shiqlarni tingladik azizlar. Xayrli kunda mana shunday yorqin taronalar hali ko'p. Ularni ko'rsatuvimiz davomida tinglash imkoniyatiga egasiz. Muloqotimiz davom etadi. Yana bir bor rahmat aytamiz go'zal ijrolar uchun. Rustam aka, mana gapiriladigan gap shu qadar ko'pki, oxiriga yeta olmayapmiz. O'zi Qo'qon haqida soatlab suhbatlashishimiz mumkin. Bu shunday mavzu. Endi kitobxonlik haqida ham albatta bir to'lqinlanib gapiramiz, chunki mutolaaga yangi hayot baxsh etilyapti bugun islohotlar tufayli, chora-tadbirlar tufayli. Endi shu 2026-yilda nimalarni kutyapsiz? O'zingiz mana kitobxonlarning yetakchisi sifatida Qo'qonda yana nima ishlar bajariladi mana shu mutolaa madaniyatini yuksaltirish, xalqimizni kitob bilan do'st bo'lishi yo'lida? Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. 2026-yilga katta rejalar qo'yganmiz. Kutubxona sohasini yana ham bir yaxshi o'zgarishlar bo'lishida. Mana o'tgan 2025-yilimiz juda ham unutilmas yil bo'ldi. Ayniqsa bizni Farg'ona viloyatimizda, chunki viloyatimiz rahbari Hayla Hayitboyevning bevosita tashabbuslari bilan u kishining kutubxona sohasiga bo'lgan e'tiborlari tufayli 2023-yil kitobxonlik yili bo'ldi va rasmiy e'lon qilindi, xalqaro anjumanlar o'tdi va mana shu davlat xizmatchisi kutubxonada bir kun degan loyihalar amalga oshirildi viloyat hokimimizning tashabbuslari bilan. Qolaversa, juda ko'p tanlovlar o'tkazildi va katta pul mukofotlari berildi g'oliblarga. Bu bizning kitobxonlarimizni ko'payishiga katta yordam berdi va ular bilan ko'chma kutubxonalar tashkillash, ular bilan yaqindan ishlashga bizga poydevor bo'ldi. Mana endi 2026-yilda ular bilan 2023-yilda boshlangan ishlarni davom ettiramiz va
qo'shimcha yangi loyihalarni amalga oshirib kitobxonlarimizni sonini ko'paytirishni niyat qilganmiz. Albatta biz fursatdan foydalanib yana bir bor teletomoshabinlarni Yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Butun viloyatimiz ahlini, bizni kuzatib turganlarni Amiri kutubxonasiga taklif qilib qolamiz. 2026-yilda bemalol qanday kitoblar kerak bo'lsa yoki bir kelib tashrif buyurishsa, tadbirlarimizga tashrif buyurishsa, biz juda ham xursand bo'lamiz. Kutubxona darvozalari ochiq. Qo'qonda. Biz 7 kun ishlaymiz, shanba yakshanba ham ishlaymiz. Mana dam olish kunlari ham borsangiz bo'ladi bemalol. Rahmat aytamiz. Yaxshi tilaklar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Muhammador aka, bizni san'atni yaxshi ko'radigan xalqimizga so'zlaringiz bo'lsa marhamat. Shukronalik keltirsak, arziydigan bir yangiliklar, har bir yildan yilga bir go'zalliklar, esda qolarli bir yangiliklar bo'lyapti. Bir Farg'onada ham, Qo'qonda ham, poytaxtimizda ham, butun O'zbekistonimizda yangi bir inshootlar, bog'lar mana barpo etilyapti. Yangiliklar ko'p, yana 26-yilda ham rejalashtirilgan yangiliklar ko'p. To'ylar bo'lsin, xursandchiliklar bo'lsin, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Kelayotgan shu 26-yilimiz ham shunaqangi bir xursandchiliklarga, yangiliklarga boy bo'lsin. Biz san'atkorlar shu maqomlarda shunaqa qo'shiqlarni ijro qilaveraylik. Har bir kun to'y, xursandchilik, bayram bo'lsin. Barcha xalqimizni shu kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Ijozat bersangiz, Qo'qon adabiy muhitini bir namoyandalaridan Nodira onamizni, Nodira begimni g'azaliga bag'ishlangan juda ko'p xalqimiz biladi bu mashhur qo'shiqlaridan Ensarvi Ravon qo'shig'ini havola qilsak. Albatta bugun qo'shiqlarga ko'p o'rin berganmiz. Demak, go'zal ijrolardan bahramand bo'lasizlar. Sizlarga alohida rahmat aytamiz. Yangi yil dasturimizda ishtirok etganingiz uchun. Niyat qilamiz shu 2026-yilda ham yaxshi yutuqlarga erishilganda u san'at sohasi bo'ladimi, kitobxonlik sohasini yana shu muvaffaqiyatlarni o'rtoqlashish uchun xayrli kun dasturida sizlarni ko'rishni juda ham istaymiz. Yangi yil muvaffaqiyatli yil bo'lsin sizlar uchun ham. Qo'qonni va qo'qonliklarni yanada katta zafarlar kutayotgan bo'lishi aniq. Shu 2026-yilda barcha ezgu niyatlar o'z ro'yobini topsin deymiz. Xush kelibsizlar, xayrli. Katta rahmat. Rahmat. Azizlar, suhbatimiz shu yerda yakuniga yetadi. Dasturimizning bugungi aziz mehmonlari Qo'qon ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchisi, san'atkor Muhammad Doro Shirmonov hamda Qo'qon shahridagi Amiri kutubxonasi direktori Rustamjon Husanovlar bo'lishdi. Ko'rsatuvimizni qiziqarli sahifalar va albatta yoqimli qo'shiqlar uyg'unligida davom ettiramiz. Xayrli kun dasturidan uzoqlashmang. سروی روان ندور خیالین جان ارددی وعدهی وصالین ای سروی روان ندور خیالین جان ارددی وعدهی وصالین وعدهی وصالین پیوسته دعایی خیر درمن مقصودم yürür seni kemalin پیوسته دعایی خیر درمن مقصودم yürür seni kemalin seni kemalin
ای نادر لافی عشق ورسین مشهوری حرای قلد خالین ای نادر لافی عشق ورسین مشهوری حرای قلد خالین قلد خالین ای سروی روان ندور خیالین جان ارتدی وعدهی وصالین وعدهی وصالین ای وعدهی وصالین